İkinci bab. Numusning ifodalanish shakli va alohidaligi. Odamning ma'naviy kamolatida qaysi pallaga ko'tarilganligini nimadan numus qilishi va numus qilmasligidek aniq ko'rsatib bera oladigan narsa yo'q. Lev Tolstoy. Birinchi. Numusning ifodalanish shakli. Jamiyatdagi numussizlikning ifodalari har xil, ko'p qatlamli bo'ladi. Biroq numuschan, fazilatlik, diyonatlik, insofli odamlar bo'lsin, hammasi numus deb jar soladi. Numus qil deb tavsiya qiladi. Hammasi bir-birini numussiz deb ayblashadi. Uchiga chiqqan numussiz ablahlarmi o'zining numussizligini e'tirof qilmaydi. Ularni numussizlikda ayblasa, kishilar bilan azarlashadi. Umuman hech kim numussizlikni sharaf deb qaramaydi. Numussiz degan batnamga qilishni xohlamaydi. Biroq kishilik jamiyatda azaldan numusmi bor. Numussizlikmi mavjud. Numusli kishilar har qachon umumiy jihatdan e'tirof qilgan, kishilar orasida umumlashgan, qonunlashgan axloq mezonlariga, qoida-qonunlarga uyg'unlashib yashashga tirishadi. Ular pok yashashni o'zining hayotlik mezoni qilgan bo'ladi. O'zini bulg'aydigan ish-harakatlarni qilib qilishdan numus qiladi. Numussiz odamlar bo'lsa, shaxsiy manfaat va qabih razil hissiyotining kontrolida yashaydi. Numusningmi, numussizlikningmi ifodalanish shakli har xil bo'ladi. U oldi bilan qalb qadida baqsurdi. Niyat va maqsadlarda ko'klaydi. Ish-harakatlarda meva berdi. Niyat maqsad qo'mondan. Ko'z, qo'l, put, til qo'mondanning buyrug'ini bajarib keltiruvchi fidoilardir. Zohir a'zolar nima qilmasin, u qalb qadidagi niyat va maqsadning ijrosidan iborat. Yaxshi niyat, yaxshi maqsad, xayrlik, fazilatlik ishlarda nishon bersa, yomon niyat, yomon maqsad, buzuq, gunohliq, numussiz ishlarni qilish bilan ifodalandi. Shunga yaxshi ishlar yaxshi niyat, yaxshi maqsadning natijasi. Ba'zilar yomon gunohliq ishlarni qilib bo'lib, fuqmay qilib qoptiman deb da'vo qiladi. U da'voni hargizmi qabul qilishga bo'lmaydi. Biroq ba'zilar yaxshi ish qilish niyatida biror ishni qilgan bo'lsa, natijasi aks holda yomon natija berib qoladi. Buni to'g'ri tushunishga bo'ladi. Afu qilishga bo'ladi. Hamma ishning niyatidek bo'lishi notayin. Biroq yomon niyatli odamning yomon maqsad uchun qilgan ishlarida hargizmi xayrlik yo'q. Uningdan yaxshi ish yuz berib qolmaydi. Ular maqsadiga yetish uchun jamiyatning qoida-qonuniyatlarini, axloqiy mezonlarini bulg'ab qolmay, insoniy axloq o'lchamlariga haqorat keltirishdan hayo qilmaydi. Numus va numussizlikning ifodalanishi yoshirinma bo'ladi, oshkorimi bo'ladi. U ko'pincha ish-harakat, gap-so'z orqali aks etadi. Garchi ish-harakat, gap-so'z va boshqa turli faoliyatlar niyat va maqsadning konkret va oshkor ifodasimi bo'ladi. Lekin ko'p hollarda ish-harakat, gap-so'zlardan numus va numussizlikqa oid suratni ko'rib muqimlashtirish qiyin. Ba'zilar niqoblanishga shunchalik mahir bo'ladi-ki, ularning zohiriy faoliyatidan hargizmi numussizlikning asrini darhol bayqab olmaymiz. Ularning harakati shundoq vazmin, gap-so'zlari ilmiy, qoidalik, biroq ishi shunchalik qariyki, yovuz bir divi farizat siyoqida bo'lib olgandek ta'sirot keltirdi. Bu xil kishilarni xalq qo'y terisiga o'rnib olgan bo'ra deb sifatlashgan. Bundoq kishilar fursat kutadi. Asta-asta samanning tagidan suv qo'ydi. Bular bir chaqda o'zini shundoq oshkorlaydi-ki, numussiz odamning qalbi agar suratga kelsa, xuddi paqiga o'xshaydi. Degandek bir manzara namoyon bo'ladi. Biz uning nihoyat g'azab bilan, "Ey iflos, numussiz, ajab dag'da qo'yding. Ajabmi bayqa olmagan ekanman" deb faryod chekimiz-yu, bu vaqtda uning shum niyati keltirgan ofatni cheklash fursati o'tib ketgan bo'ladi. Bu chaqda u asl tabiatini oshkorlab, g'olibligidan kerilib, zaharxandalik bilan shundoq hejaydi-ki, tinimiz surkinadi. Jamiyatda oshkorlangan numussizliklardan oshkorlanmagan numussiz qilmishlarning nisbati natchasi yuqori bo'ladi. Masalan, zinoxo'rlik numussiz qilmish. Biroq uning ko'pinchisi xufiyona qilinganligi uchun 100 dan 1 mi bayqalmaydi. Uni faqat biri Xudo ko'rib turadi, yana biri shu zinoxo'rlik qilgan ayol o'zlari biladi. Ikki taraf rozilik bilan qilinganligi uchun buningga qonunning amali yo'q. Shunga necha ming yillardan beri zinoxo'rlik davomli mavjud bo'lib keldi. Zinoxo'rlikning yana bir shakli zo'ravonlik shakli orqali yuz berdi. Uni qonunda bosqinchilik qilmishi deb ataydi. U ba'zida hayotga tahdid keltiradigan jinoyat. U bosqinchilik uchirg'uvchida nihoyat cho'nqur, uzun so'zilgan psixik jarohatini qoldirdi. Biroq bundoq zo'ravonlik bosqinchilik jinoyatining oshkorlanish nisbati nihoyat tuvan bo'ladi. Mo'ljallanishcha Amerikada har yili 280 ming atrofida bosqinchilik delosi yuz berdi ekan. Bu dahi 20-asrning 80-yillardagi to'liqsiz statistika. Buning ichida 4dan 1 qismlar saqchi taraf bir taraf qiladi ekan.
Ziyonkashlikka uchrag'uvchi ko'pchilik ayollarga nisbatan jinoyat ularni allaqachon ruhiy jihatdan azobga mubtalo qilib bo'lgan. Shunga ular shu holda sotning so'roqini qabul qilishni xohlamaydi ekan. U qabih holatni qayta aslab o'zini azoblashni xohlamaydi ekan. U ishni tagavargan sari ruhiy besim taxmi ig'irlashib ketadi ekan. Uning ustiga u bu ishni boshqa kishilarga uqtirishning o'zimi o'ziga yaxshilik olib kelmaydi ekan. Garchi kishilar histashlik qildigan bo'lsa-mu, lekin u turmushda o'ng'ishsizlik uchraydiganligi aniq bo'ladi ekan. Ko'plagan ayollar shu xil ishlarga yo'liqib qolishdan tashvishlanib yuradi. Notanish bir yovuz erning yo'liqib qolib, oyoq osti bo'lishidan tashvishlanib, kechida yolg'iz sirtlarga chiqishdan qo'rqadi. Qandaqla bo'lmasin, u ishning yuz berishi garchi ayollarning ixtiyorligi bilan bo'lmay, zo'rliq, tahdid ostida yuz bergan bo'lsa-mu, nomusi oyoq osti qilingan, yuzi to'kiladigan ish bo'lg'achqa, yanada o'ziga yuz kelolmaydigandek azoblanib yuradi. Jamiyatga yana nurg'un jinoiy qilmishlar yoshirin xufiyona qilindi. Heroin setish, parxo'rlik qilish, hatto o'g'irlik, qotillik delolarining qanchalik persentining oshkori bo'lib, sotqa tortadiganligi bizga qarang'u. Nomus oldi bilan konkret odamni markaz qiladi. U barbara oilaga, millatga, davlatga umumlashib, jamiyatda intayin go'zal bir munosabatni barliqqa keltirdi. Nomussizlikmi shundoq taraqqiy qiladi. Kengaydi va o'ziga yaram odamlarni safiga qo'shib, razillik manbasi bo'lib o'yishidi. Ularning xavfi taxim ig'ir bo'ladi. Bo'libmi, shu siyosiy guruhga boshchilik qilayotgan odam nomussizlikning eng tipik vakili bo'lib, u o'zining nomussiz maqsad muddaosini, mafkurasini yoshirib, atrofga uyushganlarga o'ktamlikini, haqiqat uchun qilingan fidokorlik deb nomussiz qilmishlarini shon-sharaf keltirish, nom-atoq qozonish deb pardozlab tushundirdi. Uning muddaosini uning eng yaqin sodiq qo'lchimoqchilaridan bir qanchasi ro'shan bilsa-mu, ko'pincha odam qarg'ularcha agishishga majbur bo'ladi. Natijada butun bir millatni o'zining razil maqsadining damiga tushirib, butun davlatga, millatga haqorat tamg'asini bosadi. Texi yarim asr burun yuz bergan 2-dunyo urushi necha million odamning joniga zamin bo'ldi. Buning sababi nima? Muslin va Gitlerga o'xshash bir uchum urush jinoyatchilari hech qanday asossizlar o'ktamlik qilib, insoniyatga urush e'lon qildi. Ularning maqsadi insonlarni qul qilib, dunyoga hukmronlik qilish bilan 100 millionlagan xalqning yashash huquqini, baxt huquqini, erkinlik huquqini dafsanda qilish edi. Ularning bu qabih, yovuz qilmishini xalqaro jamiyat insoniyatga qilingan yuzsizlik va qariyuzlik deb baho berdi. Niyat buzilganda bahoni ko'p bo'ladi degandek, oq yerdan tuk undiribla Yaponiya hukumatı nihoyat uzun va o'qish tas bo'lgan bir nota topshirib, uning ma'nosini tushunib bo'lguncha urush e'lon qilib, Havay orolidagi Pearl Harbor portiga ushtum hujum qilib, zo'r talafot keltirdi. Germaniya natsistlari Rossiya bilan o'zaro tajovuz qilishmaslik shartnomasini imzolashgan bo'lsa-mu, nihoyat tez yuz o'rib Rossiyaga tajovuz qildi. Shunday qilib, 2-dunyo urushi bir qancha davlatning nomussizlarcha xalqaro mezonga, amr farmoniga xiloflik qilib, insoniyatning tinchligi, xotirjamligi va baxt saodati kishilik huquqiga ko'targ'isiz ofatlarni olib keldi. Bu nomussizlikning dig'ini yuyish uchun fashizmga qarshi davlatlar nurg'un qon to'kdi. Iqtisodiy jihatdan zo'r badal to'lashga to'g'ri keldi. Ular qo'zg'agan urush yolg'iz insoniyatga baloyi ofat olib kelmay, balki Germaniya, Italiya va Yaponiya xalqiga ko'targ'isiz haqorat keltirdi va nomussizlik tamg'asini bosdi. O'z davrida shunga shu davlatlardagi haqqoniyatchi kishilar xalqaro jamiyat bilan birlashib, bu haqoratni yuyish uchun mo'rini mo'riga taraf jang qildi. Demak, aslida bu bir uchum urush jinoyatchilarining nomussizlik edi. Biroq uning dardini shular vakillik qilgan davlatdagi xalqlarmi tortishga majbur bo'ldi. Buningdan qaraganda nomussizlar uchun kelishim, to'xtam, qonun, qoida, va'da, qasam deganlarning hammasi faqat aldanchilikning vositasi bo'lib qoladi. Bundaq ish tarixda nurg'un qatim takrorlangan. Buningdan keyinmi davomli yuz berishini hargizmi chetga qaqishga bo'lmaydi. Tuzum deganlar bir qoida usul sifatida yurgizildi. Amaliyotda undaq pak tabiatli insonlar uchun to'xtam, qasam qilmasmi, hargiz vijdoni xilop ish sodir bo'lmaydi. Nomusning alohidaligi va ifodalanish shaklidan qaraganda yakka yegani nomus bo'lmaydi. U vijdon, g'urur, aqida, iroda va boshqa konkret fazilat taraflari bilan birga o'zining rolini joriy qildirdi. Bu ma'nodan olganda nomus axloq kategoriyasiga mansub. Axloq bo'lsa nomus bo'ladi. Nomus bo'lsa axloq bo'ladi. Axloq bo'lmasa nomusmi bo'lmaydi. Nomus bo'lmasa axloqning bo'lishidan so'z ochishga bo'lmaydi. Biroq bularning qaysisini belgilaydiganligi, qaysisining muhim o'rinda turib yetaklash vazifasini o'taydiganligiga nisbatan kesib bir narsa deyish tez. Biroq axloq cho'ng hukm, nomus tarmoq hukm. Axloq fazilat deganda kishilarning nazarda tutilgani har bir kishining ish harakat va ijtimoiy faoliyat va munosabatlarda jamiyatning umumiy qoida usullariga uyg'unlashish, uyg'unlasholmaganligi nuqtasidan baholaydi.
Barliq axloqiy odatlar odam tug'ilgandan keyin oila tarbiyasi va jamiyatning ta'sirida barbara o'zlashib yetiladigan harakat o'lchami. Nomus bo'lsa inson tabiatiga mansub hodisa bo'lib, u boshqa axloq formalaridan burunroq paydo bo'lgan. Biroq nomusmi tarbiya orqali yetiladi. Yana bir tarafdan kuzatganda axloqsizliklarning hammasi bilan nomussiz bo'lmaydi. Nomussizlarning hammasi axloqsizlik bo'ladi. Chunki axloqsizlikning hammasilar onglik yuz berishi natayin. Biroq nomussizlik onglik maqsadlik yuz beradi. Nomus kishilar bilan kishilar o'rtasidagi turli ijtimoiy munosabat jarayonida va diniy ong bo'yicha insonlarning Xudo bilan bo'lgan munosabati jarayonidagi aqida jarayonida aks etadi. O'yilishning 3 xil shakli bo'ladi. Biri din muxlislarining Xudodan o'ylashi. Ikkinchi odam o'zi-o'zidan o'yladi. Uchinchi kishilar bir-biridan o'yladi. Boshqalardan o'ylash 2 xil bo'ladi. Oldi bilan o'zi yomon ish qilib qo'yib, el orasida rasvo bo'lganligidan nomus qiladi. Yana biri boshqalarning qilgan nomussiz ish harakatlaridan nomus qiladi. Ajab nomusimni keltirdim degan so'z mana shunday hissiyatdan chiqqan. Kishilardan oshkora va yoshirin holatda bo'lsin, kishilar ko'rganda yoki ko'rmaganda bo'lsin, har qachon o'zini gunohli ish qilib qilishdan to'sadigan tuyg'u aqida munosabati orqali ifodalangan o'zidan o'ylash tuyg'usidan iborat. Kishilarni yomon ishlardan cheklashda bu xil hissiyatning roli nihoyat zo'r rol o'ynab kelgan. Agar kishilar bilan kishilar o'rtasidagi kishilar bilan aqida o'rtasidagi diniy aloqa bo'lmaganda edi, jamiyatmi bo'lmagan, nomusning hech qanday mavjudlik asosi va ahamiyati qolmagan bo'ladi. Yana bir tarafdan kishilar bilan kishilar o'rtasidagi hissiyat munosabati va foyda manfaat munosabati bo'lmagan bo'lsa, yana nomus o'zining mavjudlik asosini yo'qotgan bo'ladi. Shunga nomusmi, nomussizlikmi foyda manfaat munosabati orqali ondan o'zini ko'rsatadi. Hayvonlardami o'ziga xos manfaat munosabati bo'ladi, lekin ularda nomus hissiyati yo'q. Nomusning alohidaligidan qaraganda, u jamiyat va shaxsning qimmat qarashining ta'sirini qabul qiladi. Qimmat qarashidagi o'zgarish nomus uchun burilish nuqtasi hozirlaydi. Agar kishilardagi qimmat qarash bilan nomus, milliy urf-odat, milliy ong, qoida-usul, axloq odatlari, g'oyaviy intilishlari va maqsadlari bilan uyg'unlasha olsa, undaqda u nomusni texmo nurlantirish, hayotiy kuchni oshirish rolini o'ynaydi. Agar jamiyatning qimmat qarashidagi o'zgarish insoniy qimmatga, ijtimoiy qoida-qonunlarga, axloq odatlariga qarama-qarshi bo'lganda, nomus bilan qimmat qarashi o'rtasidagi keskin to'qinish yuz berdi. Agar qimmat qarashi g'olib kelsa, nomus o'zining pokligini yo'qotishga majbur bo'ladi. Agar nomus g'olib kelsa, nomuvofiq axloqiyat bo'lgan qimmat qarashidan voz kechishga, nomusni pok saqlashga majbur bo'ladi. Hozirgi bozor egiligi sharoitida kishilarning qimmat qarashida tarixiy xarakterlik o'zgarish yuz berdi. Burunqi insoniy munosabatning o'rnini pul munosabati egilib olg'il turdi. Ba'zi kishilarning qimmat qarashida pul eng qimmatli o'ringa o'tdi. Shunga ular vosita tanlamay nomusni, axloqini bir yoqqa qayirib qo'yib, pul tepish uchun hamma razilliklarni qilyotdi. Bu nuqtadan qaraganda, to'g'ri qimmat qarashini turg'izish axloqiy kayfiyatni yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. Yuqorqi nuqtadan qaraganda, nomusning yana bir muhim alohidaligi, u atrofli ta'lim-tarbiyaga muhofazat qilishga muhtoj bo'ladi. Nomus atrofli ta'lim-tarbiyadan nurlandi. Tarbiyasizlikdan xiralashidi. Ta'lim-tarbiya talabida yana shu tarafga diqqat qilish to'g'ri keladiki, ta'lim-tarbiyaning xarakteri nomusning xarakteriga ham ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchi, nomusning umumiyligi va milliyligi. Nomus insonlarga xos ong bo'lganligi bilan insonlarning hammasida o'yilish engi bo'ldi. Bu nomusning umumiyligi. Biroq davrning taraqqiyoti, diniy e'tiqodi, milliy alohidaligiga asosan nimadan nomus qilish, nimadan nomus qilmaslik jihatda farq bo'ladi. U nomusning milliy xosligini shakllantirdi. Oldi bilan nomusning mazmuni o'zgarishlarga ega bo'ladi. Davrning taraqqiyoti, madaniyatning o'zgarishi, diniy e'tiqodning o'zgarishi, qimmat qarashidagi o'zgarishlar, urf-odat, qoida-usullardagi yangilanishlarning hammasi nomus engining mazmunida o'zliksiz o'zgarish yasab turdi. Oddiysi, bundan 30 yil burun o'g'il bolalar paypoq kiyishdan, rangli narsalarni kiyishdan nomus qiladi. Uni qizlarning odati deb qaraydi. Paypoq kiygan bolalarni savoqdoshlari "Voy, qiz bolaga o'xshab qopti" deb salliq qiladi. Mana hozirga kelganda bir qism o'g'illar va erlar bo'yniga oltin zanjir, qo'lqiga halqa, qo'liga uzuk, uchisiga rangarang gullik kiyimlarni kiyib, ayollarning huquqini tartib olishdan nomus his qilmaydigan bo'ldi. Diniy aqidada erlardek bo'lib olgan ayollarga, ayollardek bo'lib olgan erlarga la'nat degan da'vatlar bo'lsa-mu, ayollar ayollik sifatini saqlay olmaydigan, erlar erlik salohiyatini unutib qoladigan ahvollar umumlashib turdi. Bu qiliqlardan nomus qilish u yoqda tursin, balki taxirlanadi. Ayollarning tamaki chekishi, haraq ichishi axloq mezoniga og'ir xiloflik qilgan nomussiz qilmish hisoblanadi.
Mana hozir ommaviy so'rinlardami nomus qilmasdan tovlagan xo'shaning ovozi yer zaminga dahshatli solayotganligini ko'ramiz. Ba'zi o'zgarishlarni qabul qilishga bo'lsa-mu, lekin yana bir qism o'zgarishlarni qabul qilishga bo'lmaydi. Axloq formasiga xilof bo'lgan, pokligiga nuqson yetkazadigan, jamiyatning sog'lom hujayrasida o'sma paydo qiladigan har qanday zamonaviylikni madaniyat zamonaviylashish deb qabul qilmaymiz. Balki uni nomussiz qilmish deb ayiblaymiz va cheklaymiz. Madaniyatning taraqqiyoti to'sqinlig'isiz muqarrarlik. Gerçi uning taraqqiyot surtida belgilik rayon farqi bo'lsa-mu, madaniyatning paydo bo'lishi va tarqalishi bayqash, ixtiro qilish va tarqalish orqali bo'ladi. Bir xil o'zgarish ma'lum bir mavjud qoida qimmat o'lchamiga mos kelgandila, andan u xil madaniyatni qabul qilishga bo'ladi. Umumiylik nuqtasidan kuzatganda insonlarning hammasida nomus eng bo'ladi. Nomussizlikmi bo'ladi? Bu nomusdagi umumiylikning yadroliq tarafi. Konkret jihatdan qaraganda nurg'un qoida mezonlar, insoniy o'lcham talablari, axloqiy talablar ko'plagan millatlarda o'rtaq bo'ladi. Masalan, fohishbozlikni, zinoxo'rlikni to'g'ri tushunib, uni bir xil madaniyat hodisasi, kishilarning jinsiy erkinligi deb qabul qiladigan birmi millat yo'q. Hamma millat orasida u ishni past ko'radi. Uningdan boshqa xos milliy urf-odatga yetmaydigan, butun insoniy fazilat o'lchamiga yet bo'lgan ishlarning hammasi butun insoniyat jamiyatiga nisbatan o'xshashla axloqsizlik jumlasidan qaraldi. Va'daga vafo qilmaslik, davlatga, millatga osiylik qilish, ko'pchilikning manfaatiga xiyonat qilish, ota-onaga do'stkorlik qilish, yaxshilikqa yomonlik qilish qatorliqlarning hammasi hamma millatda o'xshashla yuzsizlik sanaladigan nomussiz qilmish qatorida ayblandi. Davlat tuzumi, diniy e'tiqodi, qimmat qarashi, urf-odati, yashash usuli, madaniylik darajasi, tarbiyalanish jihatidagi yo'linishning o'xshash bo'lmasligi, millatlarning universal safasidagi farqlarga asosan nomusning darajasi, mazmuni, nomusga qo'ygan talablarda belgilik farq har qachon saqlanib turadi. Bu xil farq nomusning milliy xosligini tashkil qilgan. Biz yuqorida tilga olgan zinoxo'rlik qilmishlari garchi hamma millatda nomussizlik ishlab bas ko'rilsa-mu, uningga tutilgan muomala, munosabat va qonuniy tadbirlarda farq bor. Shahvoniylik qadimdan tortib past ko'rilgan axloqsiz qilmish. Undaqda nima uchun u qilmish yana mavjud bo'lib turaverdi? Bundaq mavjud bo'lib turishini insonshunoslar, jamiyatshunoslar uni bir xil alohida kasb deb tushundirgan. Nomusini sotqishlarga nisbatan o'ng'ay pul topqilib bo'ladigan yo'l deb qaragan. Xaridorga nisbatan aytganda, fohishalar ularni jinsiy munosabatning muvofiq fursati bilan ta'min etguchi bo'ladi. Agar ular bo'lmaganda, bu xil imkoniyatga erishish tas bo'ladi degan nuqtadan kuzatgan. Biroq fohishalarning turlari ko'p xil bo'ladi. Ba'zilar kasb qilib olib, pul tepishning dasmoyisi qilsa, ba'zilar ko'ngil ichish, o'ynashning vositasi. Jinsiy taqozolikni qondirishning ehtiyoji deb tushunadi. Ba'zilardagi bu xil taqozolik psixik tangpo'ngsizlikdan bo'ladi. Ular shu ishni qilmasa tura olmaydi. Ba'zilar hatto har qachon ijro qilgan holatda bo'ladi. Yana ba'zilar muhabbat bahonasi bilan oshni o'ynaydi. Qandaq turdagi nikohsiz, qonunsiz jinsiy munosabatning hammasi sharhda zinoxo'rlikda ayblanadi. Uningga har qanday bir bahona sabab ketmaydi. Biroq g'arb dunyosidami buningga bo'lgan qarash ikki xil bo'lgan. Jamiyatshunos Ann Robinsonning fikrida, agar Amerika hukumatı nomusini setishni qonunlashtirsa, undaqda fohishalardan foydalanish mulozimatini qo'llaganlik bo'ladi-da, ommaviy axloq buzg'unchilik uchraydi deb qaragan. Jungoda nomusini setish qilmishlarini qonun bo'yicha cheklashga xira ahamiyat beradi. Biroq hozir g'arbning ta'siriga uchrab, yana bir tarafdan bozor egiligi yo'lga qo'yilib, pulning sihriy kuch ochgandan keyin ko'ra Jungodagi fohishxonlarni asliga keltirish xohish ko'payib qoldi. Bo'libmi, hozir shakli o'zgargan fohishxonlar intayin ko'payib ketdi. Qizlarni setish, setib olish orqali ularni nomusini setishga majburlaydiganlar ko'payib ketgan. Bu xil yomon kayfiyatning ko'payishiga ergishib, ommaviy axloqqa zo'r tahdid olib kelgan. Yuqumli kasalliklarning ko'payib ketishi, qonun xiloflik ishlarining yuz berishining zinoxo'rlik bilan bevosita va vositalik munosabati bo'lsa-mu, lekin buni cheklash passiv ahvolga tushib qolmoqda. Agar bunda qo'yib berilsa, uning oqibatini mo'ljallash nihoyat qiyin bo'ladi. Uyg'ur jamiyatiga nisbatan aytganda, nomusini setish qadimdan tortib intayin ayib ko'riladigan nomusliklarning biri edi. Shunga bu xil ahvol intayin az uchraydi. Yana bir tarafdan islom dini zinoxo'rlikni qabih gunohlardan hisoblag'achqa, diniy e'tiqodmi bu xil bo'lmag'ur qilinishlarni cheklashning eng unumli ma'naviy quroliga aylangan. Biroq hozirgi Uyg'ur jamiyatida diniy e'tiqodning suslab ketishi, g'arbning shahvoniyligini tashviq qiladigan filmlarning ta'siri bilan nomusini setishni kasb qilganlar barg'ancha ko'paymoqda. Hozir hatto zamonaviy so'ramchilar barliq kelib, Uyg'ur qizlarini chet elliklarga so'rab berish bilan pul tepyotdi. Biz shunda qaraymizki, bunda qabih qilmishlarga sukut qilishmi nomussizlik bo'ladi. Bunda ishlarni qonunning kuchi va jamoat fikri orqali cheklamaganda, bizning keyin ana bo'ladigan qizlarimizning taqdiri qanday bo'lar? Nadan millatga nisbatan vaznasat, qoida so'zlash yaxshi unum bermaydi.
Numussiz qilmishlarni zo'rliq kuch bilan cheklashdan boshqasi bekor. Numusning milliyligi deganda uning ba'zi mazmunlarining ba'zi millatlarning odat kuchi bilan munosabatli ekanligi tarafidan tushunishga bo'ladi. Muayyan jamiyat a'zolarining gap so'zlarida ba'zi qiliqlarda ifodalangan hayosiz qilmishlarning ba'zilari madaniyat jihatdagi safoning tuvanligidan bishorat bersa, ba'zilari odat kuchiga aylanib ketganligini tushundirdi. Masalan, ba'zi millatlar kekargani yomon aridi. Arqa peshobdan yal qo'yib berishni yomon olmaydi. Ba'zilarining gap so'zlarida o'sroq degan so'z odatga aylanib ketgan. Ba'zi kishilarning ko'nglini g'ash qiladigan bunday so'zlarni har qancha g'azablansimi tilga olishdan hayo qiladi. Biz shuni tavsiya qilamizki, kishilarga bearomlik balasini soladigan, g'ashlikni qo'zg'aydigan, millatning obraziga yomon ta'sir beradigan har qanday hayosiz odat kuchlarini cho'qim o'zgartirishga tirishish kerak. Inson tabiatiga o'z bo'lgan qimmatli nomusni har qanday badal berishga qaramay qo'g'dab qilish, inson tabiatiga yot bo'lgan nomusliqlarni qat'iy cheklash kerak. Buning uchun nimadan nomus qilishni, nimadan nomus qilmaslikni bilish zarur. Biz chapini yirtiq, badani kir odamlardan nomus qilmay, ruhi chirib ketgan, qalbi o'lgan odamlardan nomus qilishimiz kerak. Ba'zi kishilar g'ururini, nomusini setib yuqori imtiyozga ega bo'ladi. Ya'ni ba'zilar nomusini, g'ururini qo'g'dayman deb yuqori imtiyozdan mahrum bo'lib qoladi. Bularning qaysi nomusliq, madaniyatlik ish, qaysi nomussizlik va madaniyatsizlik qilmish, qaysi hurmatga sazovor, qaysi nafratga loyiq. Barliq nomussizliklarning manbasi manfaatparastlik deb qaraganda, manfaatparastlik insonlarning tabiati. Shunga manfaatparastlikning hammasini ayblashga asosimiz yo'q. Biroq har qanday manfaatparastlik davlatning manfaatiga, xalqning manfaatiga foyda yetkazish ustiga qurilsa, u haqiqiy ma'nodagi manfaatparastlik. Inson tabiatining ifodasi bo'ladi. Agar u nuqul shaxsiyatchilik ustida qurilib, chekidan oshganda uning xarakteri o'zgarib, salbiy ma'nodagi nafsoniyatchilik kelib chiqadi. Mana shu chekidan oshgan manfaatparastlik va nafsoniyatchilik hargizmi fazilat bilan bo'lmaydi. Aksicha, fazilatdan yuz o'rish orqali yuz beradi. Agar u unumli cheklanmaganda insoniyatga ofat olib keladi. Nomus insoniyatni qutuldirib qoladi. Nomussizlik insoniyatni halok qiladi. Nomus bir millatning eng qudratli ma'naviy boyligi va yengilmas quroli. Bu boyliqdan va quroldan mahrum bo'lganda o'ziga mansub bo'lgan barliq qimmatli narsalardan mahrum bo'lib qoladi. Nomusini yo'qotgan millat mavjudlik asosini yo'qotgan bo'ladi. Chunki inson tabiati nomusga muhtoj.